Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti huzuridagi turizm fakulteti O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 1999-yil 30-iyundagi O'zbekiston turizm sohasi uchun malakali kadrlar tayyorlash to'g'risidagi 2332 sonli farmoni hamda Vazirlar Mahkamasining 1999-yil 2-iyuldagi O'zbekiston turizm sohasi uchun kadrlarni tayyorlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlar to'g'risidagi 324-sonli qarori asosida tashkil etilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yildagi 62-sonli qaroriga muvofiq turizm fakultetining nomi Xalqaro turizm fakultetidan turizm fakultetiga o'zgartirildi. Mazkur o'zgarish turizm sohasida xalqaro standartlarga mos, raqobatdosh va innovatsion fikrlaydigan mutaxassislarni tayyorlash tizimini yanada takomillashtirishga xizmat qilmoqda. Hozirgi kunda turizm fakultetida 2000 ga yaqin talabalar tahsil olmoqda. Fakultetda bakalavriat bosqichida turizm va mehmondo'stlik, marketing hamda savdo ishi ta'lim yo'nalishlari bo'yicha zamonaviy bilim ko'nikmalariga ega mutaxassislar tayyorlanmoqda. Ta'lim jarayoni ilg'or pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etilib, talabalarning zamonaviy bilimlarini amaliy mashg'ulotlar va soha korxonalari bilan hamkorlikdagi amaliyotlar orqali mustahkamlab bormoqda. Talabalar nazariy bilimlari bilan bir qatorda yetakchi mehmonxonalar, turistik kompaniyalar, aviakompaniyalar va muzeylar va boshqa turizm tashkilotlarida amaliyotlar o'tash imkoniyatiga egalar. Fakultet professor-o'qituvchilari Polsha, Germaniya, Finlandiya, Avstriya va Turkiya, Misr, Yaponiya, Xitoy va boshqa qatordagi nufuzli oliy ta'lim muassasalarida hamda ilmiy markazlarida malaka oshirib, xalqaro tajribalarini ta'lim jarayonlariga tatbiq etib kelmoqdalar. Shuningdek, fakultet xorijiy universitetlari bilan hamkorlik aloqalarini rivojlantirib, xalqaro loyihalar, ilmiy amaliy konferensiyalar va akademik almashinuvlar dasturida faol ishtirok etmoqdalar. Mamlakatimiz iqtisodiyotini modernizatsiya qilish, xizmatlar sohasini rivojlantirish hamda turizmning iqtisodiy salohiyatidan samarali foydalanish zaruriyati turizm sohasi uchun ma'naviy bilim va ko'nikmalarga ega bo'lgan mutaxassislarni tayyorlashni taqozo etadi. Shu maqsadda tashkil etilgan fakultet qisqa vaqt ichida respublikadagi turizm ta'limining yetakchi markazlaridan biriga aylandi. Toshkent davlat iqtisodiyot universitetining turizm fakultetida o'qishning eng qulay jihatlari nimalardan iborat? Buning eng asosiy sabablaridan biri turizm yo'nalishi boshqa yo'nalishlardan farqli ravishda 3 yil o'qish amalga oshiriladi. Ya'ni siz 3 yil mobaynida boshqa ta'lim yo'nalishlariga o'xshab 4-5 yil o'qimaysizda, 3 yil mobaynida bakalavriat diplomiga ega bo'lasiz. Turizm va mehmonxona biznesi yo'nalishi bo'yicha o'qishga kirgan talabalarning asosiy dars jarayonlari amaliyot bazasida amalga oshiriladi. Turizm va mehmonxona biznesi yo'nalishi bo'yicha o'qiydigan talabalarni amaliyotlari xorijda, xususan Turkiya, Yevropa davlatlarida, Bolgariyada, Birlashgan Arab Amirliklarida tashkil etiladi. Turizm va mehmonxona biznesi kafedrasidagi professor o'qituvchilarning deyarli 100% ga yaqini bu ilmiy salohiyatga ega, ilmiy darajaga ega bo'lgan professor o'qituvchilar va ularning ko'pchiligi turizm sohasi bo'yicha top 500 talikka kirgan oliy o'quv yurtlarida, xususan Shveysariyada, Koreyada, Yaponiyada, Italiyada o'qib kelgan professor o'qituvchilar tomonidan mashg'ulotlar olib boriladi. Marketing ta'lim yo'nalishi talabalari avvalambor turli mulkchilik shaklidagi korxonalarda faoliyat olib boradi va marketing ta'lim yo'nalishi talabalari savdo, ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, tijorat banklari va real sektor korxonalarining turli korxonalarida mehnat faoliyatini olib boradi. Ular marketolog lavozimida ishlab, ichki iste'mol bozorini va tashqi bozorni xalq iste'mol tovarlari bilan to'ldirish, ularning raqobatbardoshligini oshirish hamda sotish hajmini ko'paytirish va marketing chora-tadbirlarini amalga oshirishda o'z hissalarini qo'shadi. Bugungi kunda marketing ta'lim yo'nalishi talabalari hamda magistratura mutaxassisligi turli mulkchilik shaklida korxonalarda yuqori talabga ega bo'lgan mutaxassislik bo'lib hisoblanadi. Kelgusida marketolog talabiga marketing ta'lim yo'nalishi talabalariga hamda mutaxassislikka talab birmuncha kundan kunga ortib borayotganini ko'z o'ngimizda ko'rib turibmiz. Bugun marketolog brendolog sifatida, marketing menejment sifatida, sotuv bo'yicha ham mutaxassis sifatida mehnat faoliyatini tashkil etib, ularning barchasi real sektor korxonalarida, kafedra filiallarida o'z ishlarini amalga oshirib bormoqda. Xush kelibsiz turizm fakultetiga. Bozorda yetakchi o'rinlarni egallamoqchimisiz? Demak, boshlang'ich nuqtangiz shu yerda, ya'ni savdo ishi yo'nalishida.
400 dan ortiq o'quvchilarimiz har xil yirik natijalarga erishmoqda va 67% o'quvchilarimiz esa chet el kompaniyalari bilan birga ishlashmoqda va 57% dan ortiq hamkor korxona va amaliyot bazalari mavjud. Bugungi kunda O'zbekistonda olib borilayotgan oliy ta'lim tizimida kadrlar tayyorlash masalasida bir narsaga alohida e'tibor qaratishimiz kerakki, bu ham bo'lsa, bugun iste'molchilar qanday kadrlarni talab etyapti, bugun iqtisodiyotga qanaqa mutaxassislar kerak, mana shu nuqtai nazardan yondashgan holda mutaxassislar tayyorlash kerak. Shu o'rinda savdo ishi ta'lim yo'nalishiga bugun mutaxassislar tayyorlash va mazkur mutaxassislarni nafaqat milliy mehnat bozorida, balki xalqaro mehnat bozorida ham raqobatbardosh etib tayyorlash bizni kafedramizni alohida bir e'tiboriy jihati hisoblanadi. Bugun yoshlarimiz savdo ishi ta'lim yo'nalishini tanlasa va o'zini mehnat bozorida yetuk o'rnini topa olsa, biz albatta professor o'qituvchilar o'z maqsadimizga yetgan hisoblanamiz. Shuningdek, turizm fakulteti O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 135-sonli qaroriga muvofiq har yili Qoraqalpog'iston Respublikasining Xo'jayli, Ellikqal'a va Taxtako'pir tumanlarida turizm salohiyatini rivojlantirish maqsadida madaniy va ma'rifiy tadbirlar, festivallar va forumlar tashkil etib kelmoqda. Mazkur tadbirlar hududlarning turizm imkoniyatlarini ommalashtirish, milliy qadriyatlarni asrab-avaylash va turizm sohasida amaliy tajriba almashish uchun muhim maydon vazifasini o'tab kelmoqda.